Koreyankalarning yuzi nega bunaqa tiniq va glow bo'ladi deb hech o'ylab ko'rganmisiz? Mening ham oldin terim xira, notekis va charchagan ko'rinardi. Bu holdan qanday qilib bu holga o'tib qolganim qiziq bo'lsa, ekranga yaqinroq keling. Savolning javobi shu yerda. Vita Cosmetics. Vita Cosmetics bu mahsulotlardan mamnun qolganligim uchun menga ajoyib sovg'alar jo'natibdi. Bu o'sha internetni portlatgan Redli Shot 300. Uni men terim teksturasi silliqroq ko'rinishi uchun ishlataman. Yuzingizga tikon kirganday bo'lishi mumkin, lekin natijasi wow. Keyingisi Tony On Serum. Menga terimni yorqinroq, freshroq va tony up ko'rsatganligi uchun juda ham yoqib qolgan. Agarda teringiz xira ko'rinishini kamaytirishni xohlasangiz, bu mahsulot aynan siz uchun. Keyingi mahsulotimiz vitamin C serumi. Men bu mahsulotni glow uchun ishlataman. Yuzim xira ko'ringanda juda yaxshi Korea Skin Care vibe'ini beradi. Bu mahsulotlarni albatta ishlatib ko'rishingizni tavsiya qilaman. Bunday sovg'alar uchun Vita Cosmetics'ga kamsamnida.